Bizni kuzatayotganlarga kelin salomni tuya pechinniyi bir chekkadan boshlaylik. Qani video tashab tinmaydi, kechani kunduz demaydi, hatto non ham yemaydi. Instadagilarga salom. Telegramda o'tirib, onlayn bo'lib turib, hammani yozganin ko'rib, yozmaydiganlarga salom. Choyxonaga kelmaydi, kassalarni bermaydi, vodka o'xshab o'ynaydi, sinfdoshlarga bir salom. Pulni olib bermaydi, bahonasi tugamaydi, telefon qilsang olmaydi, qarzi borlarga salom. Va kuyov bolan tog'asini kelinga sovg'asi bor ekan. Mo qo'limdagi telefon Honor X9D. 360 himoya ekan. 2,5 metrdan tushib ketsa hech narsa bo'lmaydi. Batareyasi o'ta baquvvat ekan. 8300 amper. Suvda ham, changda ham mo'shin ishlaydi ekan. Kelin bola qulluq olsin. Tong saharda turadi, 10 qop nonlar yopadi, qizlarga juda yoqadi. Novoy akalarga salom. Yirtaman aka, salomim ado bo'ldi, oshnamiz ichkiyo bo'ldi. Salom salom, kelin salom, oshnalariga salom. Tek qo'sh 3 kundan keyin chiqmasa shimlarni yirtaveraman.